Tak, hozir yetib oldik. Voy, bilan tema. Yana degmo olib qoldi. Tak. Ay, poylash kerak hozir yetib olish uchun. Davay. Mana shu o'tib ketsa bo'larmikin bundan? Davay. Mana shu harakat qilib ko'ramiz hozir. Ya bu yoqda sal torroqlar yo'q. Naryoqda mashina tushib qoldi. Yo'q. Bo'lmasam ikkita yo'l bor edi o'tib ketishga. Tak. Davay hozir. Mana yo'qda ozgina qopqon yo'lladi. Sal shoshib qo'ysa botib qolishi mumkin. O'z patrulga o'xshab. Tak. Yordamga to'xtadi sheringa. Ketmayın ketmiz. O ana 70'lerli ketayotgan 70'lerlikmi xullas to'g'ri yetdi motorda o'zi. Tak, unga yetib olsam bitta quruq o'tib ketgan bo'laman. Tak, hozir mana bu yoqda syomka olib boryapti. Tak, ketib korotkadan yuramiz. Atkam yaqinlashmoqmiz. Atkam mendan o'tib ketuvdi, ancha o'tib ketuvdi. Galloper yo'limni to'sib qo'ygan edi, bosh joydan o'tib ketuvdi. Motorning ovozi eshitilmayotgandir, lekin maza qilib virlayapti deb 70'lerlikda. Ha biz sekin spokойно ketamiz. Da 70'lerlik yo'limni to'smay, iltimos. Malladis, rahmat. Tak. Ya, men buni perikuri tugatdi-yu, bilat chuqur bor ekan shekilli. Tak. Atqamga yetib oldim. Atqamga yetib oldim. Ya, radio yonib qoldi-yu. Qanaqa o'chiramiz buni? Bemahalla yondi deb ham. Ne, o'ch. Shoshganda topolmayam, qo'yapti odam. Mana bu botqoq bo'lib qopti уже. Hamma bu ishtirik ketdi.